Agrosanoatni rivojlantirish agentligida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda agentlik tomonidan 2026-yilning 6 oylik natijalariga ko'ra 18,1 gektar mevali bog' va uzumzor barpo etishni maqsad qilib, amalda 19,000 gektardan oshgani aytib o'tildi. Shuningdek, iqtisodiy jihatdan samarasiz hamda kam hosilli bog' va uzumzorlarni yangilash bo'yicha salkam 20,000 gektar rejaga kiritilgan bo'lsa-da, amalda 22,000 gektardan ziyoda rekonstruksiya qilingani, yangi barpo etilgan intensiv bog' va tokzorlarda 5,000 gektardan ziyod maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyalari joriy qilingani, shuningdek bog' va issiqxonalarni barqaror suv bilan ta'minlash maqsadida 177 ta quduq va nasos stansiyalari tashkil etilganligi aytib o'tildi. Bozor bog', sanoat bog', masalan, qaysi uzumlar bor, vino bog' uzumlar bor. Mana shulardan yana yaqin yillar ichida qaysilar yana tatbiq qilindi bizni agrar sohaga va rivojlantirdi. Aynan uzumdanmi savolingiz yo umuman meva turlari bo'yicha? Meva turlari. Qishki anomal sovuq kuzatilmaydigan, bahorda sovuqlar takrorlanib qayta kelib qolmaydigan hududlarga bizani birinchi e'tiborimiz Daniel meva ekish. Bu o'sha o'rin ertaki navlari, shaftoli, gilos bo'ladi. Lekin shunaqa hududlar ham bor, hech qanaqasiga siz hozir aytib o'tilgan meva turlarini eka olmaysiz. Bu vaziyatda bizda tanlov yo olma bo'ladi, yo olcha bo'ladi, olvali ham deyshadi ba'zi hududlarda, yoki qaroli, cho'zinchoq, o'sha quritishga mo'ljallangan olxo'ri bo'ladi. Keyin mana jurnalist akamiz aytib o'tdilar, o'sha o'rinni quritish ham mumkinmidi? Hamma navlarni ham quritib bo'lmaydi. Hozir ko'rilgan navlar qo'q qilishga mo'ljallanmagan. Ya'ni ularni ekishdan maqsad aprelning oxiri, mayning boshida erta bozorga o'rik olib chiqish. Bundan tashqari mana shu navlar va payvandlar bo'yicha biz Ispaniyaning PSB kompaniyasi bilan hamkorlik o'rnatish arafasida turibmiz. Mana shu respublikada ekilgan hamma ertaki o'rik, shaftoli, nektarin navlari mana shu kompaniyaga tegishli. Ya'ni butun dunyoda bu kompaniya yetakchi hisoblanadi. Bundan tashqari mana respublikada Sweet oilasiga mansub giloslar juda ham ommalashib ketdi. Bulardan eng mashhuri Sweet Ariana, Sweet Lawrence, Sweet Gabriel. Bu navlarni biz toza ona bog'larini o'zini egasidan olib kelish hozir harakatini qilyapmiz. Boloniya universiteti shu oilaga kiruvchi 7 ta navni topgan. Rasman shartnoma qilib turib, mana shu O'zbekiston o'sha mamlakat sifatida olib kelmoqchimiz. Shularni kafolatlab, navini ertaga, endi bular nimaga qo'rqadi? Bular nav bersa, O'zbekiston misol 1000 ta ko'chat bersa, 1 million ta ko'chatini noqonuniy tarzda sotmasin degan xayoli bor-da. Shuni biz mexanizmlar ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa yengili yaqin yillarda chiqadi. Bu tez bo'lmaydi. 5 yilgacha kamida vaqt ketadi, bo'lmasa 10 yilga qarab ketamiz. Va yana bitta masala bor. Mana shu bilim berish nimaga kerak? Ildizlarni ishlashini tushunish kerak odam. Tuproqda kislorod ham bo'ladi, havo bo'ladi. Shu havo qopchalar deyiladi. To'ldirib qo'ysangiz suv bilan ildizlar o'sha vaqtda ishlamaydi. Ildiz ishlamadi degani o'sha meva o'sishdan to'xtadi degani. Keyin bog'larda yursanglar, ayniqsa mana kech Xorazmda edik, daraxt qator oralarida o'sha qurigan daraxtlar ko'p. Nimaga desangiz, ularda sho'r yuviladi. Endi bu o'z tuprog'ini o'ziga xos xususiyati, sho'r yuvganda suvni bostirib o'sha bir hovuzcha qilib qo'yishadi. Shuni natijasida daraxt ildizlari kislorodsiz qoladi va bargi bilan yoki mavsum davomida shu ish qilsa, yozda qilsa, mevasi bilan qurib qoladi. Shuningdek, fermer xo'jaliklari, qishloq xo'jalik korxonalari, dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalarida 552 gektar maydonda malina, yejvika, golubika va qulupnay kabi rezavor ekinlar ekilishida yaqindan ko'maklashildi. Agentlik tomonidan 7000 gektar maydonda barpo etiladigan intensiv bog' va tokzorlar uchun 423 ta texnik shart hamda texnik hujjatlar ishlab chiqilgani ta'kidlandi. So'nggi 6 oy davomida barcha toifadagi xo'jaliklarda 1.3 million tonna meva hamda 200 ming tonna uzum yetishtirilgan va agrologistika markazlari quvvatlari 1.4 million tonna darajasiga yetkazilgan. Meva sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash va quritish bo'yicha amalda 11 ta loyiha ishga tushirilgan. Mana bugungi matbuot anjumanimiz juda mazmunli o'tdi. Sanoatlashgan bog' barpo qilishimizning asosiy maqsadimiz bu o'sha mahsulot hajmini ko'paytirish, eksport salohiyatini
oshirish, aholini ish bilan bandligini ta'minlash. Mana yaqinda qabul qilingan prezidentimiz tomonidan 2026 yil 9-iyundagi 108 farmonimizdagi o'sha 108 farmonimiz biz tarixiy farmon desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu yerda bog' barpo qiluvchi tashabbuskor deymiz, fermer deymiz, tadbirkor deymiz, bularga juda katta imkoniyatlar berildi. Chunki mana hozirgi kunda mana boya o'sha matbuot anjumanida ham ta'kidlab o'tdikki, har bir o'sha bog' qiluvchi tashabbuskorlarga shu ko'chatidan tortib, shu suv tejovchi texnologiyasi, ularga moddiy tomondan rag'batlantirishlar, subsidiyalar masalalari juda katta imkoniyatlar berildi. Mana misol hozirgi kunda tadbirkorlarimizga parvarishlash uchun 5 million so'mdan subsidiya masalalari qo'yildi. Keyin tomchilatib sug'orishimizga misol oldin suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilgan odamga mana hozir o'sha elektr energiyasidan 50% to'lab berish. Keyin mana hozir o'sha 14%lik 7 yil muddatga 3 yil imtiyoz davri bilan kredit liniyalari ochilishi, gektariga 120 million so'mdan. Yana bitta buni muhim tarafiki, agar shu kredit liniyalari o'sha kreditni belgilangan muddatda o'sha bajarganda yil yakuni bilan yana 5% kompensatsiya to'lab berishlari. Keyin mana hozir biz oldin texnik iqtisodiy asoslarimizni bog' yaratuvchilarga pullik tarzda texnik iqtisodiy asoslar ishlab berilardi. Hozir mana shu 108 sonli farmonimiz bilan bu tekinga beg'araz tarzda agentlik tomonidan ishlab beriladi. Ta'kidlandiki, agentlik tomonidan 2026 yil yakuniga qadar respublika bo'yicha 26,6 ming gektar intensiv mevali bog' va uzumzorlar barpo etiladi. Matbuot anjumanida shuningdek rejalar haqida ham keng ma'lumot berildi. Tadbir yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislari tomonidan batafsil javoblar qaytarildi.